Assalomu alaykum, bizani kuzatib turgan barchaga. Xudo xolasa sizlarga bugun bog'imizga kirib kelganiga ancha yillar bo'lgan bo'lsa ham o'zini ta'mini, o'zini vidini ko'rsatib, hammani hayron qoldirib yurgan yangi uzumlarimizning birini ko'rsatmoqchiman. Krasnaya Roza. Bu juda bir ajoyib muskat ta'mga ega. Bir marta yegan odamni yana bir marta yeyishga majbur qila oladigan ta'mi bor. Xudo xolasa bu navimiz erta pishar nav hisoblanadi. Bundagi ta'm juda bir takrorlanmas. Har bir uzum yig'adigan kolleksioner insonni bog'ida bo'lsa, aniq bilaman bu navni hech qachon yo'qotmaydi. Chunki ta'mi juda ajoyib, juda takrorlanmas, erta pishar nav hisoblanadi. Donlari juda yirik. Xudo xolasa erta pishar uzum navlar uchun juda ajoyib. Bundagi ta'm atirgulga ham o'xshaydi, rayhonga ham o'xshaydi, maxittoga ham o'xshaydi. Qisqasi, ta'm juda ajoyib. Bitta ta'mni ilg'ash qiyin. Bir marta yegan odamni yana bir marta yeyishga majbur qiladi. Manaman degan uzumni suymaydigan odam ham bir marta yeb ko'rsa, aniq bu uzumga qiziqib qoladi. Xudo xolasa bugun 2026-yil 29-iyul sanasiga bu navimizni 1-2sini o'lchab ko'ramiz. Xudo xolasa mana shu holatda ta'mlari juda ajoyib. Men bu navni olib kelganimga ancha yillar bo'lgan, lekin hanuz buni ta'miga lolman. Juda ajoyib. Xudoning qudrati bilan juda ajoyib yaratilgan nav. Xo'p. Mana 29 1x. Bundagi ta'm, bundagi shira juda takrorlanmas. Har bir odamni bij bo'lmaganda bir dona uyda bo'lsa, men o'ylaymanki, bu navni yetishtirganidan albatta faxrlanib, xursand bo'lib yuradi. Chunki uyingizga kelgan har bir odamga bir dona yedirib ko'rsangiz, men sizga aniq kafolat beramanki, u odam sizga hayrat ko'zi bilan qaraydi. Xudo xolasa bizani kuzatishni davom etinglar. Biz sizlarga bundan ham zo'r uzumlarni ko'rsatishni davom etamiz.